Assalomu alaykum do'stlar. Bunaqasini aniq ko'rmagansizlar. Bugun sizlarga qo'chqor dumbasini mazali qilib qasqonda dudlashni ko'rsataman. Ko'pchilik tanishlarim dudlangan dumbani yaxshi ko'rishadi, lekin qanday tayyorlanishini bilishmaydi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, eng oson usulda tayyorlanishini ko'rsataman. Tabiiyki, dumbani ozgina hidi bo'ladi. Uni yo'qotish uchun ishimizga tuz, murch, lavr bargi solib, 1 soatga past olovda qaynatib olamiz. Dumba qaynab chiqqunga qadar uni dudlash uchun mevali daraxtimizni xuddi shu usulda shilib chiqamiz. Shu o'rinda eslatma, dudlash uchun mevasi shirin daraxtdan foydalanishingizni maslahat beraman. 1 soatdan so'ng qaynab chiqqan dumbani ustini quruq sochiqda artib chiqamiz va usti ozgina qotib olish uchun 10-15 daqiqaga tindirib qo'yamiz. So'ng rezervuarlardan tuz, maydalangan murch, achchiq va shirin paprika sepib, dumbaga yaxshilab ishqalab chiqamiz. Agarda sho'rroq yoki achchiqroq bo'lishini xohlasangiz, rezervuarlarni tabingizga qarab ko'proq qo'shaverasiz. Dumbalarni shu usulda qasqonga terib, dudlash uchun 10 daqiqaga past olovda gazga qo'yib qo'yamiz. Dudlash jarayonida vaqt 10 daqiqadan oshmasligini maslahat beraman. Shunda qasqonimiz ham, mahsulotimiz ham ziyon ko'rmaydi va onamizdan ham gap eshitmaymiz. 10 daqiqa dudlangandan so'ng tabiiyki ozgina kuygan hid keladi. Uni yo'qotish uchun xuddi shunaqa piyoz qopiga yoki o'zingizlar xohlagan havo o'tkazuvchi idishga solib, quyosh, yomg'ir tegmaydigan joyda 2-3 kun saqlasanglar juda ham mazali bo'lib tayyor bo'ladi. O'slar dudlangan qo'chqor dumbamiz tayyor. To'g'ri, tayyorlanish jarayoni biroz ko'proq, lekin buni mazasi sabr qilib kutishga arziydi. Shu o'rinda sizlarga kattakon rahmat deb qolaman. Menga ishonch bildirib, qo'llab-quvvatlab kelayotganingiz uchun. Bu men uchun o'zgacha kuch beradi. Video yoqqan bo'lsa, kommentariyada fikringizni kutib qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Assalomu alaykum. Bizda manaki turetskiy ruletimiz, qo'y go'shti aralashgan ruletimiz, serli ijan ruletimiz, achchiq serli ruletimiz va serli napoleonimiz kelishlaringiz mumkin. Kimda-kim mana shu shashlikda 10 donasini 10 daqiqada bitta non va yarim litr kola bilan ichib ulgursa bonusimiz bor. Kim mana shu challenge'imizga qiziqsa, kommentariyada raqamlarini qoldirsin. Biz manzillarimizni berib o'tamiz. Kutamiz.